Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimizlar? Darsni boshlayveramiz. Orada bir nechta videolar qolib ketgan bo'lsa, tashlayveraman, ko'rasizlar. Hop. Bugun mana bu mavzuni ko'rishimiz kerak. View Pager 2 va Navigation View, bottom Navigation. Demak, View Pager 2 nima degani bu? Va bottom Navigation nima bu? Shular bilan hozir ko'rib o'tamiz shularni. Bottom Navigation sizlarga ko'rsatadigan bo'lsam, mana bu narsa, ya'ni ortki qismida chiqadigan tugmachalik ilovalarni ko'rgansizlar. Istalgan to'lov tizimida mavjud bo'ladi, ko'rgan bo'lsalaringiz yoki Assalomu alaykum ustoz. Video nima ko'rinmayapti bizaga. esdan chiqib qolibdi-ku ekranni ko'rsatish. Yaxshi ham aytdingiz. Endi ko'rinyaptimi? Ha, endi ko'rindi ustoz. Mana bu mavzu View Pager 2 va Bottom Navigation View. Mavzuni ko'rib o'tishimiz kerak. Bottom Navigation View mana bu narsa. Ko'rgansizlar? Yoki buni turli xil ko'rinishlari ham mavjud. Mana bunga o'xshagan yoki bunaqa bo'lishi mumkin. Mana bunaqa bo'lishi mumkin. Ko'p to'lov tizimlariga ko'rgansizlar yoki Telegramga ham bor bu narsa, to'g'rimi? Shuni ko'rib o'tishimiz kerak bugun sizlar bilan. Va View Pager degani esa mana shu tugmalar bosilgan paytda mana bu qismda fragmentlarni chiqarish uchun foydalanadigan View Pager 2 degan bitta komponentimiz bu. Shu bilan biz mana shu yerdagi ko'rsatilgan dizaynni qilishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun bitta yangi loyiha yaratib olaylik. New project, empty use activity, next. Bottom navigation view deymiz nomini. Ovoz yaxshimi? Ha, Ovoz yaxshi ustoz. yaxshi. Finish deymiz. Loyihani yaratdik. Biroz kutib turamiz. Loyiha o'zi shu xil bo'ldi. Ya'ni fayllar yaratildi. Bilamizki, bizda mana bu boshqaruv fayli bo'ladi. Mana bu yerda layoutni ichida turganingizda dizayn fayli bo'lardi. Loyihaga VBinding ulab olamiz doimgidek. Build features, view binding, loyihaga VBinding ulandi. Hop, endi kutubxonalarni qo'shib olishimiz kerak. Ikkita kutubxonacha. Bularni qayerga qo'shamiz? Build.ktс fayliga qo'shamiz. Mana shu hozirgi
Bindingni qo'shgan joyimizga mana dependencies degan qism bor. Bu yerdan ko'rsatib o'tilgan. E'tibor beramiz. Dependencies va ushlanqacha qo'yilgan. Ya'ni boshqa mana bu kodlarga ko'rsatib qo'yilgan ushlanqacha bilan shuni pastiga qo'shib qo'yamiz kutubxonani va bitta signal degan tugmachani yana bosaveramiz. Endi shu kabi buni xohlagancha tugma qo'yish mumkin. Ikkitalik qilish mumkin. Uchtalik, to'rttalik tugmachalar qo'yish mumkin. Biza mayli uchtaligini ko'raylik. Buning uchun bizga xullas nechta tugma bo'lsa, shuncha fragment bo'lishi kerak. Mana bu joyda fragmentda ko'rsatilishi kerak. Fragment degani bu qism, bo'lak degani. Activity ichida namoyish qilinadigan bo'lakcha. Buni biz yaratishimiz kerak bo'ladi. Main activity turgan papkaga bitta fragmentlar uchun ham alohida papka qilib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Umuman olganda bu muhim narsa emas. Shunchaki o'zimiz uchun ajratib turish uchun fragmentlar turadigan bitta fragment degan papka yaratib qo'yaylik. Fragment qilamiz. Bunga keyin new fragment blank fragmentni tanlaymiz, ya'ni bo'sh fragment bo'lsin deymiz. Fragment 1 deb qo'yaylik mayli shuni nomini. Finish qilamiz, bizga yaratib beradi. Va mana buni ham ikkita narsasi bo'ladi. Boshqaruv fayli bo'ladi va dizayn fayli bo'ladi. Va bu yerdan biza xohlagan dizaynimizni berishimiz mumkin fragment 1 uchun. Ajralib tursin uchun bitta text view joylashtiramiz. Ichiga text qo'yib turib, atributiga birinchi fragment deb qo'yamiz. Text size'ni 30 sp deb qo'yamiz va frame layout bo'lganligi uchun markazga keltirishim kerak bu tekstni va buni atributi bor. Layout gravity degan atributdan foydalanib turib, center qilib qo'ysak markazga keladi. Text colorga black deb qo'yamiz va text style'ni ham bold qilib qo'ysak bular qalin bo'ladi. Bo'ldi, mana bu narsani nusxalaymiz va fragmentning ichiga ikkinchi fragmentni yaratib olamiz. Blank fragment 2 va finish qilamiz. Ikkinchi fragmentni ham bizga yaratib beradi. Buni ham dizayn fayliga o'tib turib o'zgartirib olamiz shu qismini. Text joylashtiramiz. Mana bunisini ikkinchi deb qo'yamiz. Ikkinchi fragment yaratildi. Va xuddi shu kabi uchinchi fragmentni ham yaratib olamiz. Blank fragment o'chiramiz, 3 deb qo'yamiz. Uchinchi fragment yaratiladi. Uchinchi fragmentni ham boshqaruv fayllari hozircha tegilmaymiz, lekin uni xohlaganda xuddi activity kabi o'zgartirishlaringiz mumkin bo'ladi. Uchinchi deb qo'yamiz. 3 ta fragment. Ajratib tursin uchun ranglarni ham o'zgartirib qo'yaylik. RGB qilamiz, ha? RGB blue bo'la qolsin, blue. Blue qo'yamiz va bu rangni yaratib qo'yamiz. Create color resource fayl emas, bizga resource value'ni o'zi kerak. Bu yerdan rangni ko'kni tanlaymiz. Blue bo'ladi. Red, green. Greenni ham nol qilib qo'ysak, blue bo'ladi. Okey. Qilamiz. Mana bu yerga borsak, yaratilgan. Black, white. Red, green, blue. Redni red qilamiz. Mana bu redni 155, qolganlarini nol qilib qo'ysak yetarli bo'ladi. Greenni ham xuddi shunday. Greenni 255, bunisini nol qilamiz. Red, green, blue ranglarni yaratib oldik. Fragment 3 ga blue. Fragment 1 ga red qilamiz. Background'ini fragment 2 ga green qilamiz. Background green. 3 xil fragmentimiz tayyor. Mana bularni text color'ni white qilib qo'ysak yaxshiroq ko'rinar ekan. Fragment 1 da ham
oq rang qilib qo'ysak yaxshiroq ko'rinadi. Chunki to'q rangga oq rang yaxshi ko'rinadi. Bunisida bo'laveradi. Bo'ldi. Ana endi davom ettirsak bo'ladi. Mana 3 ta fragment yaratib oldik. Endi mana bu narsa kerak bo'ladi bizga. Bu narsani qilish uchun e'tibor bering. Mana nima ishlar qilingan. Bitta fragment konteyner view joylashtirilgan. Keyin cardioga o'rab olgan holatda bottom navigation view joylashtirilgan. Biz ham xuddi shunday qilamiz. Bitta fragment konteyner view joylashtiramiz akademiyaning ichiga. Voy. Fragment container view. E'tibor beringlar, match parent qilib qo'yilgan. Match parent. Chunki ekranni to'liq egallab olsin uchun. Bunga ID beramiz. Container view. Va endi muhim joyi bor. Mana bu narsa kerak bo'ladi bizga. Mana bu bitta muhim atribut. Bunga mana shu fragmentlarni ko'rsatadigan komponent ekanligini tanishtirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Chunki bizga mana hozir navigationni ulaymiz, shuni bizga ko'rsatib beradi. Oddiygina qilib qo'yadigan bo'lsak, o'zimiz fragment ko'rsatsak ham bo'ladi bunga. Faqat biz navigationni ulaymiz bunga, ya'ni mana bu yerdagi tugmalar bosilganda o'shanga mos joyini almashtirib qo'yish uchun. Shuning uchun mana shu name kerak bo'ladi. Va yana bitta muhim atributi buni mana bu ikkalasi bo'ladi. Default navxoz, ya'ni default holatda birinchi qaysi fragment chiqib turishini ko'rsatib qo'yishimiz kerak va bitta navigation degan fayl kerak bo'ladi. Navigation bizga mana shu fragmentlarni joylashuvini ko'rsatib beradi. Qaysidan keyin qaysiga o'tishi. Buning uchun mana e'tibor bering, bu yerda navigation degan papka kerak bo'ladi. Shuning ichida navigation degan faylni olib kelingan. Buning uchun resursning ichiga xuddi mana bu layoutga o'xshagan bitta navigation degan papka kerak. Buni yaratish uchun resning ichiga new Android Resource Directory qilamiz va bu yerda bir nechta papkalarning turlari bor. E'tibor bersalar, shu yerda draw bilan bor, font. Buni Google fontini yuklab olib, uni joylashtirgan paytimizda ko'rganmiz. Animatsiyalar papkalarini yaratish mumkin. Draw o'zi bor. Layout bor, mana menu ishlatib ko'rgandek eslaringizga bo'lsa, navigation. Bugun kerak bo'lgani mana shu navigation. Row esa turli xil musiqa fayllarni joylashtirish uchun kerak bo'ladi. Value esa mavjud o'zi. Bizga bu navigation kerak. Default nomini ham navigation deb qo'yibdi. Uni o'zgartirish mumkin xohlagancha. Navigation ichiga new navigation resource qilamiz. Va nomini ham navigation deb qo'ygan ekan. Mana bu yerda kodda misol bottom now deb qo'ysak ham bo'laveradi. Bottom now. Okay. Bottom now mana bu yerga endi ko'rsatib qo'yamiz. Bu yerda navigation deb qo'ygan ekan. O'zimiz xohlagan nom berdik va shuni qo'yamiz. Bu yerga endi yaratgan 3 ta fragmentimizni qo'shib qo'yishimiz kerak. Qanaqa bo'ladi? Klik, mana bu tugmachani bosib, destinationni qo'yish uchun bu tugmachani bosib turibdi mana. Bosamiz, bu yerda 3 ta fragmentimiz chiqib turibdi mana. Birinchi fragmentni qo'shamiz. Bizda qo'shilib pastga tushib ketib qolibdi. Endi ikkinchi fragmentni qo'shamiz. Mana bularni bir-biriga shunchaki bog'lab qo'ysa ham bo'laveradi mana. Ikkita fragment. Uchinchi fragment. Aytaylik, fragmentlar ustiga qurilgan birorta loyihamiz bo'ladigan bo'lsa, shunaqa holatda bo'ladi. Birinchi fragmentdan ikkinchi va uchinchilarga o'tish mumkin, ikkinchidan uchinchisiga ham o'tish mumkin, uchinchisidan qaytib birinchisiga borish mumkin bo'lsa, mana shunaqa strukturalarni qilsa bo'ladi. Lekin hozircha bizga bular kerak emas. Bular shunchaki strelkachalarni belgilab turib, delete bossalarda o'chib ketadi bog'lanishlar. Bizga shunchaki uchalasi mana shunday tursa yetarli bo'ladi va navigationni o'zi bu yoqni to'g'rilab qo'yadi. Ulab oldik mana. Mana bu narsa bo'lganligi uchun bizda hozir birinchi fragment chiqib turibdi. Defaultda true. Ya'ni default holatda bitta nima o'yin chiqib tursin degan fragment. Xo'p. Endi ko'radigan bo'lsak, bizda bottom navigation view ham bor.
va pastda bitta bottom navigation view. Mhm. Ho'p, buni ham with match parent qilamiz. Highni wrap content qilib qo'yamiz. Mana shu narsa. Bu o'z nomi bilan bottom degan pastda bo'lishi kerak. Shuning uchun bottom to bottom parent qilib qo'yamiz. Start to start parent, end to end parent qilamiz. Pastga joylashib oldi. Xo'sh, ana endi bunga bitta ID beramiz. ID bottom navigation deb qo'yamiz. Xato bo'libdi. Bo'ldi, bottom navigation. Endi menu kerak bo'ladi. Menu slash menu. Mana e'tibor bering, bu ham xuddi navigation kabi. Menu degan papka yaratib olamiz. Buni ham menu deb qo'ysak ham bo'ladi. Bottom menu deb qo'ygan ekan, mayli bottom menu turaversin. Biz ham bitta papka yaratib olamiz, menu. Yana o'sha resursga kelib new Android resource directory deymiz. Mana bu yerda menyuni tanlaymiz. OK qilsak, bu yerga menyuni qo'shib berdi. Ana endi menyuda new menu resource file qilamiz. Xo'p, uni nomimizni berib qo'yamiz. Bottom menu edi. OK qilamiz. Mana bizga bottom menu hosil bo'ldi. Qayerda qolibdi? Mana bottom menyuning ichida mana bu o'zgarishlar bo'lishi kerak mana. Bizda default to'g'risi yoki bu yoqdan ko'rinib tursa ham bo'laveradi. Mana bu yerdan endi bunga item qo'shish kerak bo'ladi. Item. Mana itemni demak id'si bo'lishi kerak. Id'da fragment bor. Mana bu fragmentni bir xil id'da bo'lishi kerak. Fragment bor. Xo'p, id'si risaylari shart emas, menimcha. Icon title'ni qo'ysak yetarli bo'ladi. Icon. Xo'p, mana shu turaversin. Title. Title'ida home deb qo'yaylik, misol uchun. Mana shu yerdagi narsani qilayotgan bo'laylik. Mana home belgichasi mana bu bo'ladi. Shuni biz topib qo'yishimiz kerak. Buni topish uchun drawable new vector asset mana bu yerda. Voy, home chiroylari chiqmadi-ku. Home'ni mayli boshqa joydan olamiz. Internetdan yuklab olamiz home'ni. Xo'p. Iconlar degan bitta nima bor? Shuni olib olamiz. Icon App degan sayt bor. Bu sizlar foydalanishlaringiz mumkin. Juda ham ko'p ikonkalar tekin yuklab olish mumkin bo'ladi. Mana bu yerda home deb yozadigan bo'lsam, mana buni olib tashlaylik. Home deb yozadigan bo'lsam, home ga aloqador bo'lgan ikonkalarni chiqarib beradi. Voy. Ishlamayapti. Mana shu yerdan olaveramiz. Home. Copy emas, download bo'lsin bizaga. Download bo'ldi. Biza buni IC home deb qo'yamiz nomini. Downloadsga turibdi. Va Android Studioga kelib turib, drawable'ga mana aytib bering, hozircha ikkitagina turibdi. Bizda esa bu yerda new vector asset qilib, local fayldan o'sha faylimizni topishimiz kerak. SVG downloads tarkibida IC home bor. Open qilamiz. Scroll turaversin, next. OK qilamiz. IC home bor ko'radigan bo'lsak, ko'rsatma hech narsa yo'q. Chunki sababi mana bu yerda rang berilmagan hali. Rangni black bo'laversin. E'tibor bering, bu yerda har bir qismi
alohida alohida chiziladi. Shuning uchun shunaqa bo'ladi. Rang xohlaganimizcha berishimiz uchun shunaqa qilib qo'yilgan. Black xohlasak red berishimiz ham mumkin. Ikonkani rangini o'zgartirish bo'ldi bu. Mana bu yerda hop, ikonkaga endi IC Home chaqirib qo'yamiz. IC Home, Text Home. Mana bu yerda ko'rsatib ketyapti. Faqat bunaqa usulda ko'rsatadi bu yerda. Xo'p, yana bitta narsa aytib o'tish kerak. Mana bu ID bor-ku, mana shu ID ni mana bu yerdagi navigationdagi ID bilan bir xil qilish kerak. Chunki bular bir-biri bilan bog'liq bo'ladi. Mana bu ID bilan mana bu yerdagi ID bir xil bo'lishi kerak. Fragment 1 ga fragment 1 deb ID berilgan. Avtomatik o'zi yozgandi buni biza, chunki mana bu tugmacha orqali qo'shuvdik. Kodiga qaraydigan bo'lsak, ID berib qo'yilgan o'zi. Fragment 2, fragment 3 deb berib qo'yilgan. Xuddi shunday IDlari ham bu bilan bir xil bo'lishi kerak. Ya'ni mana shu tugmacha bosilgan paytda home tugmachasi o'sha fragmentni almashtirib berish kerak. Buni ko'paytirib olamiz. Ctrl D bilan fragment 2 deb qo'yamiz. Fragment 3 va bu yerdagi dizaynni qilmoqchi bo'lgandik. Home, qo'shish, joylashuv. Yana qanaqa ikonka qo'yish mumkin? Bitta ilovadan ko'rishim kerak ekan. Aytaylik, to'lov tizimi qilyapsizlar. O'tkazma bo'lsin. O'tkazmalarni ko'rayotgan bo'laylik. O'tkazmalar transfer deyiladi. U ana. Faqat bizaga gorizontali kerak-ku buni. Voy, vertikal ekan bu. Bu yerda aylantirsa bo'lar ekanmi? Hemen bittasini hozir download qilib olamiz. Xo'sh, buni ham IC transfer deb nomlab qo'yamiz. Buni ham Android Studioga qo'shib olamiz. Drawble'ga new vector asset IC transfer open next finish. IC transferni ochamiz. Buni ham rang berib qo'yamiz bu yerga. Black bo'lyapti, black bo'lyapti. Mana bungacha. Bu yerga kelib turib endi transfer deymiz va yana qaysi bo'lishi kerak? Hisobot bo'lishi kerak edimi? Uchinchisida bu o'tkazmalar deb qo'yamiz. Mana buni yaxshi bilan qilib qo'ygan ma'qul. Deb qo'ysak bo'lar ekan. Monitoring deb qo'yaylik. Monitoring. Bu yerda ham monitoring uchun bitta ikongacha kerak. Monitor emas, bu nima deyish mumkin? Soatni belgisidan qo'yamiz. Hour yo'q, bu emas. Bizga clock kerak. Yoki progress. Bo'lsa bo'ladi. Monitoring. Statistika belgisidan qo'yamiz. Status. Bunimi kirim chiqim nima deyiladi? IC start deymiz. IC start bo'ldi. Buni ham Android Studioga qo'shib yuboramiz. IC startga ham rang berib qo'yamiz. Black.
Blake. Blake ko'ryapsizlarmi? Har bitta qismi alohida turadi ECG'da. Shuning uchun ECG aniq ko'rinadi bu. Har bitta vektor ko'rinishda bo'ladi chiziqlari. Mana bu yerda statni chaqirib qo'yamiz. Mana ko'rib turibsizlar, bizga ana endi tayyor holatga keldi. Buni xuddi Telegramdagi kabi jozibador qilib ko'rsatish mumkin. Bu o'zlaringizga bog'liq. Mana bu yerda misol uchun bitta kardiyochi joylashtirib, wrap content qilib, uni ichiga bottom navigationni olib yuboradigan bo'lsak, va constraint belgilarini ham tinglab olib qo'yamiz. Atributlarni, constraint atributlar. Bitta corner radius beradigan bo'lsak, 20 dp. Chiroyli ko'rinishi keladi. Layout margin ham 20 dp beramiz. Start to start bo'limi end to end bor. Mana bu narsa vizni match qilib qo'yishim kerak. Shunda bizga ta'sir qiladi. Corner radiusni 40 qilib qo'ysak, ancha chiroyliroq bo'ladi. Mana endi labellarni yashirib qo'ysa bo'lardi. Label for yo'q. Label. Yaxshisi bottom navigation. Men narsani yo'qotmoqchiman. Tekstlari chiqib turishini xohlamasam. Bottom navigation label hide deyman. Xo'sh, Flutter emas, bizga Androidga kerak. AI sразу chiqarib beradi. Mana narsa kerak ekan. Unlabeled deb qo'ysak, label bo'lmaydi. Bo'ldi. Ya'ni yozuvlar xohlasak mana buni labeled qilib qo'yish mumkin, ya'ni tekstlar ko'rinib turadigan, xohlasak unlabeled deb qo'yish mumkin. Xo'p, endi davom ettiramiz. Bizda dizayn fayl deyarli tayyor bo'ldi. Main activity'ga bir ikkita o'zgarishlar qilishimiz kerak. Mana narsani o'zi yetarli bo'ladi. Subtab fragment managerga biza bottom navigation bilan kontrollerni ulab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Narxos kontroller. Mana shu narsa. Buni intuitive degan funksiyachani ichiga tiqib qo'yilgan, chiroyliroq bo'lishi uchun, ya'ni mana bu joyda konkret ichi bo'shroq turishi uchun qilingan bu ish. Init views degan bitta, ya'ni viewlarni yarat, o'sha shmatlarni berket degan funksiya chaqirib, shuni ichiga shu kodni yozib qo'ysak bo'ladi. Buning uchun bizga vbinding kerak bo'ladi. Har dars qilamiz. Private val binding, activity main binding by lazy activity main binding inflate layout inflator deymiz. Mana bu yerda binding nuqta row deb qo'yamiz. Bularni alt enter qilib import qilib chiqamiz. Yuqoriga qo'shib qo'yamiz mana bu qismga mana. Buni ham bitta alt enter qilib yuboramiz. Import deymiz. Mana. Bo'ldi. Loyihamiz ishlaydi endi. Bu yerda demak nimalar bo'lyapti? Bottom navigation va container view. Container viewga navgraph, ya'ni qaysi fragmentdan ko'rish kerakligini mana bu navigation faylimizdan o'zi bilib olyapti. Bu mana bu holatda tursin. Mana shu fragmentlar ko'rsatilishi mumkin, aytib qo'yilgan. Va bottom navigation viewga ham bitta shunaqa menyucha bor. Mana bu menyu bu. Bu yerda esa mana bu tugmachalar nechtaligi. Tugmachalar nechta bor va qaysi tugma bosilgan paytda qaysi fragment ochilishi bog'lab qo'yilgan. Ya'ni ID'si bir xil bo'lishi kerak.
va main activity'ga mana shu ishlar tushuntirib qo'yilgan ikkalasi bog'liq yana. Bottom navigation 10 daqiqa qoldi shekilli. Bottom navigation bilan nav controller bog'lab qo'yilgan. Nav controller mana shu container view nav controller sifatida ko'rsatilgan. Mana bu bottom menyudagi nav controller mana shu. Shunga bog'lab qo'yilgan. Dasturni ishga tushirib ko'rsak bo'ladi. Ma'ruza materialini ko'proq o'zlaringiz o'qib ko'rasizlar. Shu yerda barcha kodlar yozilgan, men yozgan kodlar. Qanday qilish ketma-ketligini ham bu yerda batafsil yozib qo'yaman. Hali chala tekstlarda mana bu yerda videodan ko'rib turib, ketma-ket yozib chiqishlaringiz mumkin bo'ladi o'zlaringiz. Tayyor kodlar bu yerda bor. Endi loyihani tekshirib ko'rsak bo'ladi. Kompyuterga telefonni ulaymiz. Men kabel orqali ulayman. Sizlar bitta Wi-Fi ga bo'lsa, Wi-Fi orqali ulashlaringiz ham mumkin. Dasturni ishga tushirib ko'raman. Loyiha yuryapti. Xatolik bo'lmasa ishga tushish kerak. Xatolik bo'lsa ham xavotirga o'rin yo'q. Tuzatamiz qayerda xato ketgan bo'lsa. Mana xuddi Telegramga o'xshagan dizaynda qilib qo'ydik. Bizada Virachka ruxsat so'radi telefondan va o'rnatdim. Hozir ishga tushadi. Launching on device edimi? Demak, loyihada xatolik yo'q. Hozir dastur ishga tushishi kerak. Xatoliklar bilasizlar, kompilyasiya paytida xatolik bo'lishi mumkin, runtime error bo'lishi mumkin. Ya'ni ishlab turgan paytda xato bo'lishi mumkin. Bizda o'z kompilyasiya xatosi yuzaga kelmadi. Men ishlab turibdi masalan, birinchi fragment ishga tushib turibdi. Bu ikkinchi fragment, bu uchinchi fragment. Ko'rib turibsizlar, hammasi joyida. Yaxshi ishlayapti. Endi bitta narsani ko'rsatib o'tib ketay sizlarga. Unlabeled ni ham ko'rsatib o'tay. Qayta ishga tushirib yuboraman. Unlabeledda o'sha tekstlar ko'rinmay turadi. Ko'rdingizlarmi? Juda ham zo'r. Har bitta fragment alohida. Xuddi Telegramdagi kabi mana Telegramga ham kirib ko'rsatadigan bo'lsam, hozir yangilangan dizayn shunaqa holatga kelib qolgan. Mana kontaktlar, sozlamalar, profil ko'rishlaringiz mumkin. Bizada ham shunga o'xshash deyarli bir xil dizayn. Shunaqa loyihalar mana shu ko'rinishda qilinadi. Bottom navigation view tushunarli bo'ldimi sizlarga? Kimdir tinglayaptimi o'zi? Ha, ishlayapmiz domla. Men videoni yozib oldim. Agar tushunmagan joylar bo'lsa ko'rasizlar. Yana ham videodan ham tushunmasalar guruhga so'rab murojaat qilishlaringiz mumkin. Mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa rahmat sizlarga. Xo'p, domla, rahmat sizga. Mayli, guruhda hozir videoni tashlab beraman va tushunmagan savollaringiz bo'lsa kutib qolaman. Xo'p. Yangi mavzularni ham tashlab turaman videosini.